Ham burunda, ham tomoqda operatsiya o'tkazish bir vaqtda o'zida bu og'riqli jarayon hisoblanadi. Ko'pchilik bunga rozi bo'lmaydi. Biz ham tavsiya qilmaymiz. Lekin qizimiz mard chiqdilar. Men o'zim roziman shunga dedilar va oxiri qilib berdik. Mana hozir ahvollari juda ham yaxshi. Agar kimdagi tomoqda, burunda, quloqda muammolar bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz uni yechimini topishga harakat qilamiz. Chig'anoqlari kichraytirilgan. Mana burun to'siqlari unchalik qiyshiq emas edi. Shuning uchun chig'anoqlari kichraytirib, nafas yo'llarini ochib qo'yilgan. Orqada adenoid bezi bor edi. Adenotomiya qilib, adenoidni olib tashlaganmiz. Xudo xolasa bemorimiz yaxshi nafas olyaptilar. Hali ham reabilitatsiya davom etmoqda. Ya'ni shilliq qavatlar o'z faoliyatini tiklayapti. Tez tomoq og'rig'i, ya'ni angina bezovta qilib turgan, qo'lda, oyoqlarda, bo'g'imlarda og'riq bo'lgan va rema probalari ham yomon chiqqanligi uchun angina bezini olib tashlaganmiz. Bir vaqt o'zida 3 ta operatsiya bajarganmiz. Hozir ahvollari juda ham yaxshi. Buni o'zlaridan eshitamiz. Qalay, nafas olishlar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Operatsiya davomida qanaqa edi? Shikoyatlar nima bo'lardi? Shu nafas olish qiyinligi, keyin oyoqlarda og'riq. Hozir o'sha olib tashlaganimizdan keyin angina hali bezovta qilgan yo'q, issiq chiqib yeringlar, tomoq og'riqlari bo'lgan yo'q. Yo'q. Boshlarda og'riq yo'qmi hozir? Yo'q. Operatsiyada og'riq sezmadingizmi? Yo'q. Operatsiyadan keyin qiyin bo'ldi. Ozgina Ozgina og'riq bo'ldi baribir.